Burachka sopka deganlar bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Sopkani ko'rsatib o'taman. Ya'ni Vladivostokka Primorye o'lkasidagi balandligini Burachka sopka deydi. Hamda tepalik, ya'ni bu Churkin rayonida. Hamda Zolotoy mosti ko'rinishi. Tepalikka chiqib ko'ramiz. Mana bu cheti qanaqadir o'yinchoqlar bilan yog'ochdan o'xshatib qo'yishdi. Kamera, lekin kamera ekan 100%. Qanaqadir bashniya. Bunaqa zina qizil panjarali zina qilib qo'yishibdi. Tepaga chiqamiz. Ko'tarilamiz. Mana kartadan to'lab mamnun ko'rsa bo'ladi. Aylanadi. Shahar tomosha qilsa bo'ladi. Yana teparoqqa chiqamiz. Mana bu yerda. Mana tepalikka chiqdik. Biz to'y turibdi pastda. Mana qanaqa krestik. Bu samolyotlarga bir belgi bo'lib qo'yilardi avvallari. Tepa Orentorovkasi. Eng birinchi tochkasi keldik mana. Shahar kaftdek namoyon. Lugoy ya'ni dakim qiladigan yer. Bu sentr. Cherkovda gumbazlar yaltirab turibdi. Bo'shaq sentr. Moslar вообще четко ko'ringan. Bu taraf, ya'ni suvning narigi tarafiga kirish yo'l. Mana bu sentr. Mana bu funikulyar deydi. Funikulyar, mana bu yerda Gaydamak. Ya'ni stadion bor o'sha yerda kichkina. Mana bular harbiy bari kemalar. Mana bu turganlar. Ya'ni port ham shu yerda. Mana bu aslida mana bu taraflari port. Yuqoridan yuk tushiriladi. Polni mashq va bu taraf narigi qirg'oq hamma shunday Kurgovoy port deb ketgan. 3 tomoni suvlik, bir tomoni quruqlikmi shunaqa. Bunda Kurgovoy suvlikda. Davr qadar mana bunday ekan Vladivostok quruqlik bilan uchrashgan. Nimagadir hoj o'rnatishgan. Hech qayerda hech qanaqa yozuv yo'q.